Assalomu alaykum qatnashchilar. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sog'omonmisiz? Sizlarni bilan yaqin. Yine gemofos degan giyohni olib borib tarqatib yuribmiz. Zakaz bilan shifoya xizmati qilsin. Sog'omon bo'lsa juda ham yaxshi foyda qilib turibdi. So'rab olib turibdi. Yerda shu yaxshi bo'lgandan keyin ziyofat berib yurganlar ham bor. Allohga bek shukur. Hammasi yaxshi. Tajriba bo'lsa go'jil yonib keldim. Urganchda aldilar keyin bog'ata dastlab ketaman ishga turdim. Shunday go'zallikdan gidan girmadik bizga keldi. Do'st. Alo. Kim chiqibdi? Jasurga birlar olazak falan yurib keldi abi. Yemekka qo'rqgan shagimron bozanam. Tabiiy sharat olisham yaxshiman deb turibdi. Aytib turibdi. Yalkizlar bilan yalkizlar shunday o'zining numerini qo'yaman. Agar bersan, yalkizlar numerini qo'yaman. Qo'y bersin, yuzdan bo'laman. Hozir yo'lga borgan vaqtdaman. Shu tasat ketlar. Salom bo'lsangiz, qana bu doim yaxshilik kelishaylar. Gap bo'lmasa ishlardi, bu kasalon. Alloh qo'ymasin. Bu ya'ni nakalar yaxshi bo'ladi lazım. Yo'l taqib hisob. Yaxshi bo'ladi, aytmoq lazımlar. Endi ba'zi negativ bo'ladi, lekin bizlar biladi ular. Adamga bilmaysan. Foydalanlar yozib qo'yinglar. Boshqaram olib berib gap emas. Olamonlardan bo'lgan kerak bo'ldi. Men hech buni yangi eshitsam, kun qo'naga odamlar qo'shilib. Satmoqlar, bir oladi. Bu narsadan foydalanish kerak. Sog' bo'ling, omon. Men bilan yozib qo'yaman.